Qo'zisini ham olib ko'rdik, shagini ham olib ko'rdik. Sog'liq ham boqib ko'rdim. Obunachilarga tavsiya qilaman. Dekabrda 2.200 ming so'mga olingan. Bo'g'oz paytdami? Yo'q, qisirda bo'lganmiz, bo'g'oz chiqib qoldi. Egiz tug'di. Ana fevralda sovib ketib qoldi, martda boshida. O'shanda tug'di, bitta bolasi nobud bo'lib qoldi. Bolasini sotsangiz hozir 2,5 ustida oladi. Bolasini o'zini 2,5 million atrofida olaveradi. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y mana shunday qo'chqor ishqibozlari. Do'stlar, bugungi video syomkamizda uy sharoitida qo'chqor boqish haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta-bittada laykni bosib, kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan bir dehqon akamizni xonadonlariga keldik. Xo'p, endi mana bu yerda boqilyapti turgan qo'chqorlar bor ekan. Bular qachondan beri boqilyapti? Kuniga qanchadan yemaydi? Oyiga qanchadan daromad qilsa bo'ladi? Shu haqida ma'lumotlarni akamiz o'zlaridan chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Faqat oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga o'z fikrlaringizni chiroyli qilib yozib qoldirasizlar. Bu yog'ida akamizni o'zlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamasdan. Yaxshimi? Rahmat. Rahmat o'zingizga ham. Xo'p, endi bugungi video syomkamizda uy sharoitida qo'chqor boqish haqida. Assalomu alaykum. Fahriddin Uz kanalining obunachilari. Bu yerda 12 bosh qo'y boqilyapti. Bu qo'ramizda 5 dona qo'chqor. Bu yoqda ona bolalar. Ha, birinchi qo'ramizda 5 dona qo'chqor. Bular endi qachondan beri boqilyapti? Olinganiga bir hafta bo'ldi. 19 million 600 mingga oldik. 19 million 600 ming so'mga olindi. Bu oddiy akalar uy sharoitida boqilyapti turgan varianti. Bir haftadan beri boqilyapti. Yeb-icharlari akalar o'zlaring ko'rib turibsizlar. Qanchada yem yeyapti endi bular? Hammasiga bitta paqirda bug'doy, makka, arpani pishirib beramiz. Ertalab kechqurun bir paqirdan 2 paqir yeyishyapti. Bir paqirdan 2 paqir bir kunda. Bu bir mahalgisiga bu paqirdavi. Bug'doy bilan makka shikillar aka. Bug'doy, makka, arpa aralashma pishiriladi. Keyin ozgina kepakka bular beriladi. Ha, bu yemni ham bu yerda pishirib beriladi. Ha, pishirib beramiz. Biz obunachilarimizga demak pishirib berishda maslahat beraverasiz. Yaxshi bo'ladi. Hazm qilish yaxshi bo'ladi. Yem ko'payadi. Barakali bo'ladi. Qanday qo'ydi olib boqqa yaxshi aka? Dehqon sifatida 3-4 yildan beri qo'y boqyapman. Qo'zisini ham olib ko'rdik, shagini ham olib ko'rdik. Sog'liq ham boqib ko'rdim. Obunachilarga tavsiya qilaman. Shaq qo'yni olib boqsa, yaxshiroq foyda qiladi. bu sizni hali sinovingizda o'tgan variant, ha? Mana bunaqa tish bo'shishga kelgan qo'chqorni olib boqsa yaxshi bo'laveradi, ikki tish qo'chqorni. Ana bunda yaxshi foyda qilsa bo'laveradi. Endi kimdir qo'zi boqar, kimdir ikki tish boqar. Hammani o'ziga yarasha yo'nalishi bor. Siz mana bular endi yoshlari qanaqa ekan? Chiqargani ham bor, shakka o'tganda. Ha, ikki tishga o'tgan bu qo'chqorlar. Chiroyli qilib yungilarni olib qo'yibsa bularda. Ha, yungini olib qo'ydik. Necha oygacha boqiladi bu yerda? Xudo xolasa qurollikka boqamiz. Qurbonlikqa semirtirish niyati bor, ha? Gap yo'q lekin. Demak, bitta paqirda ertalab kechqurun ikkita paqirda ketaver ekanda bularga yemlari. Shunaqa. Kuniga bitta qo'y qancha rasot qilishi mumkin? Hisoblagan Kuniga 3000 rasot bo'ladi hammasi. Mana shu pishirib bergan holatda. Pishirib berishda endi yaqindan boshladi. Kun sovuqligi sababli pishirmay beradi. Endi kunlari qo'yganiga o'zini tezagiga qo'yli qilib pishirib beryapmiz. Demak, pishirib bersa o'ziga olishi yaxshi bo'laveradi, semirishi ham zo'r bo'laveradi. Bir qo'yda shu 100 ming atrofida yemaydi. Ha, bir oyda 100 ming rasot qiladi. 100 ming bitta qo'yga 100 ming rasot qiladi. Foydasi-chi? Foydasi 400 ming, 300 ming, 400 ming, 500 minggacha. Endi bu hali ishdan tashqari bo'sh vaqtda qaraydigan variant hali. Kassal edi kimdirlar uchun. Shunaqa biz o'yloqchi odamlar, rost yana o'ylikka yana qo'shimcha daromad olish maqsadida boqiladi. Biz obunachilarimizga boqishni maslahat beraverasiz. Qo'y olib boqqan odam
foyda qilaveradi, hech qachon ziyon qilmaydi. Mana bu qo'ramizda 5 ta, bo'lmasa narigilarni ham ko'rsataylik. Bu yerda ham qo'chqorlarmi? Bu yerda ona bolalar, ikkitasini bolasi qo'chqor, bittasiniki sovliq. Yana bittasi 2-3 kunda ko'payishadi. Bo'g'az. Bir qator ko'rsatib qo'ysak, mana bu yerda birinchi qo'ramizda bu ham ona bolami? Ona bola. Bu ona bola. Lekin mana bo'g'oz shekilli aka. Onasi bugun erta tug'adi. Lekin egizchiga tortyapti, ikkita tuv bersa. Shunaqa sotayotgan odam egiz bergan. Lekin qonni ikki tarafga o'ta katta bo'lib ketibdi. Xo'p, narxini aytib o'tib ketaylik. Buni qanchada olgansiz buni? Buni dekabrda olganmiz, 2 million 200 mingga olganmiz. Dekabrda 2 million 200 ming so'mga olingan. Bo'g'oz paytdami? Yo'q, qisirda bo'lganmiz, bo'g'oz chiqib qoldi. Egiz tug'di. Ana fevralda sovib ketib qoldi, martda boshida. O'shanda tug'di, bitta bolasi nobud bo'lib qoldi. Ha, bitta bolasi o'lib qoldi. Ha, Bu bolasi qo'chqormi, sovliqmi? sovliq. Sovliq. Buni-chi? Buni 3 million 700 mingga olganmiz. Olinganiga 1 oy bo'ldi. Olinganiga 1 oy bo'ldi. 3 million 700 ming so'mga olingan. Bu tarafdagilar? Bu tarafdagilarda ham buni qo'shqasini 2 million 600 mingga olingan. Narigisini 2 million 200 mingga olingan. Hozir ikkovini ham bittadan bolasi bor ekan, bular. Bolasi bor. Mana qora o'sha kattaniki. Bu yoqda qo'shqa bor, qo'shqani bolasi. Bolalari qo'chqormi? Ikkalasi ham bolalari qo'chqor. Ikkalasi ham qo'chqor. Bularni qachon oladingiz? Bu ana qorasini sentyabrda olingan. Qo'shqasini noyabrda olingan. Noyabrda. Hozir o'shanda necha oy bo'ladi bular kelganiga? Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart. 4 oy bo'ladi. Ha, 4 oy. Bunisiga 4 oy, 5 oy bo'lib qolibdi bularni kelganiga. bunisiga 4 oy, manosiga 6 oy bo'ldi. Hozir mana lekin ko'proq boqqanlarga daromadi zo'r bo'ladi. Endi hozir bu yerda ikkita, to'rtta lekin yomon emas. O'sha paytda narxlarni hozirgi narxlarda ancha farqi bor aka. Bo'g'oz qo'ydi olaman desang 4 million ga beradi. Lekin olingan narsa hech ham ziyon qilmaydi. Mana shu qo'ylar ham zo'r foyda qilyapti. Ikkita bo'lsa ham lekin daromadi bor o'ziga yarasha. Bozorga olib chiqsangiz ham hozir yaxshi pulga olaveradi mana shu ikkalasini ham mana. Yonida ikkitadan bolasi bor. Ikkalasi ham qo'shqor ekan uning ustiga. Sog'liq tuv bersa ham foyda qilaveradi. Boqamiz deganlarga. Bolasini sotsangiz hozir 2,5 ustida oladi. Bolasini o'zini 2,5 million atrofida olaveradi. Enalari salkam bekarga qolyapti. 4 oy 5 oyda mana ilojini boricha har kim hamma sharoitiga qarab turib olaveradi, lekin bu yerda mana shunday holatda boqil ekan. Xo'p, ukol vaksinalarni necha kunda bir bo'lyapti bularga? Qildiryapsizmi? Ukol olganda o'sha olib kelib boq. Bir haftada 2 marta ko'rini qildirib qo'yamiz. O'sha olganda albenda ichirtirib qo'yamiz suyug'idan. Bo'ldi, o'sha 6 oyga yetadi. 6 oyga yetadi. Shu bilan sotib olguncha o'sha bir marta повторni qildirib qo'yiladi. Bo'ldi, shu bilan ketdi. Endi bu yemini berib hashang. sharoitida pul kerak bo'lib qolsa, ikkita xizmat qilsangiz yaxshi pul bo'laveradi. Masalan, mana somon deyapti. Somon bilan yana qanaqa ish beriladi bularga? Somon bilan bug'doy. Somon bilan bug'doy. Somonni o'zida shunchalik. Kelganda holati bunaqa bo'lmagan bo'lsa kerak aka. Endi boladan chiqqan, ajragan bo'lganda ozg'roq bo'ldi. Ha, siz demak qisir deb olingan bular. Ha. Ikkitasi qisir deb olingan, ikkitasi bo'g'oz deb olingan. Lekin bo'g'oz chiqib qolib hozir mana tuv beribdi. Daromad ustiga yana daromadda. Ha, shunaqa. Nima maslahat berasiz endi bilganlaringizda obunachilarimizga? Obunachilaringizga tavsiya beraman. Qisir olib boqishadimi, bo'g'oz olib boqishadimi, qo'chqor olib boqiladimi? Hech qachon ziyon qilmaydi. Yaxshilab yemini, hashagini vaqtida suvini berib tursa, foyda qilaveradi. Foyda qilaveradi. Ana bizniki o'sha yuqorida aytganimdek har turini boqib ko'rdik. Hech ziyon qilmadik, Xudoga shukr. Ozmi ko'pmi? Oylikka yana qo'shimcha daromad bo'ladi. Bitta kam ko'z bo'lib ketadi. O'zidan o'zi ko'payib, yaxshi hammasini sotsangiz ham yaxshi pul bo'laveradi. Shunaqa. 4 oy 5 oy ham hademay birpasda o'tib ketadi. Misol uchun uyda
Bolalar ham qarab qo'yaveradigan variantda mana bularga. Bunaqa ertalab kechqurun o'sha ishga ketishdan oldin qarab qo'yamiz. Ishdan kelib yana qaraymiz. Bo'ldi, bunaqa ortiqcha vaqt talab qilmaydi. Yemlarni nechi-nechida berasiz endi? Vaqtini ham aytib o'tib ketaylik. Qaysidir obunachilarimizga qiziq. Ertalab o'sha hashagini bergandan keyin 6:30 da yemini beriladi. Kechki payt o'sha shomga yaqin beriladi. Demak, birinchi hashagini berib olinadi, keyin hashagini berib, orqasidan keyin yemini beramiz. Keyin suvini qo'yib, bo'ldi shu bilan kechgacha yotaveramiz. kechgacha yotaveradi. Albatta ishlama berilmaydi. Albatta endi bolalar o'qishdan kelib qolsa, yo'qsa ora-qorada o'zimiz kelganda berib qo'yamiz. Deyarli o'sha ertalab kechqurun yem hashagini yeydi, bo'ldi. Albatta hech narsa yemaydi. Albatta ishlama yemaydi. Ertalab kechqurun vaqti-vaqtida hashaklar beriladi. Mana shunday shaklda boqilaveradi. Aytadi-yu, oilaviy biznes deydi-yu. Mana, qilmoqchi bo'lganlarga akalar maslahat. Birinchi 2-3 tadan boshlab sekin-sekin u yog'iga ko'paytirib olsangiz bo'laveradi. Sababi bittani boqasiz, bitta semirgandan keyin ikkita qilasiz, sal kichikroqida olib. Keyin 4 ta, 5 ta, 10 taga chiqib ketadi. Ketaveradi. Mana. Jonivorlar Ko'pchilik akalarimiz somonda o'zida o'zgarmaydi deyshadi. Mana bu yerda somon bilan makka bug'doyni pishirib berilar ekan. Somon deyishini qaranglar ekan. Mana bunga bitta-bittadan like bosib qo'yasizlar. Xo'p, endi musofirda yurgan akalarimizga tavsiya, endi o'sha ishlab topilgan pulni kasab qo'ymasdan, uydagilarga 5-6 tadan olib bersa ham bir qarab turilsa, yem hashagini berib, bu ham yana qo'shimcha daromad bo'ladi. Kelishguncha shu pullar ishlab ketmaydi, yana pul o'sib turadi. Olishni, boqishni tavsiya qilaman. Xo'p, qo'yni nimasiga e'tibor berib olish kerak? Qo'yni olishda birinchi o'rinda o'sha oyoq qo'li uzun, kelishgan, sifatli qo'y olinsa, keyin o'sha iloji boricha ko'pchilik YouTube'dan olyapti. O'sha iloji bo'lsa tepasiga borib olgan tavsiya beraman. Chunki ko'zi bilan ko'rib olgan yaxshiroq endi. Sharoiti borlarga kelib ko'rib olishdi. Bor odam o'sha tepasiga kelib olsa, qimmat olib qo'ymasa foyda qilaveradi-da. Ozgina qimmatroq olib qo'ysa, yana 1-2 oyda o'sha bozor narxiga yetib boradi. Hali ko'pchilik foyda qilmadim, qo'y boqmay qo'yganimda yaxshi bo'lar ekan degan odamlar ham chiqib qoladi. O'shaning uchun imkon darajasida tepasiga kelib, ko'rib, o'sha qo'y turishlarni ko'rib, qo'yini ko'rib, unga qarab olinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yaxshi bo'laveradi. Tepasida ko'rib olgan yaxshi demoqsiz. Mana akalar. Xo'p, endi bugungi videolarimizga shular endi. Qo'ldan kelgancha sizdan ham ma'lumotlarni oldik. Agarda akamizning so'zlarida xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Xo'p, keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Yana bir gap. Xo'p, bitta qo'y kuniga nechta pul rasxod qilish mumkin? Rasxodini ham aytib ketaylik. Bitta qo'y. Endi siz dehqon sifatida biz juda to'liq hisob-kitob qilmaymiz, lekin o'sha o'ylab chiqqanda amanizda, ratchetda olamiz. Bitta qo'y o'sha 100 ming atrofida. Bir oyda. Bir oyda 100 ming rasxod qiladi. Xo'p, gap yo'q.